Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Mana yana bitta YouTube kanalni pulishadigan qilib berdik. Xalifman uz Vistali YouTube partner program, ya'ni ki uje pulishachimizga kanalingiz ulandi deyapti. Xo'p, kecha zaifga berdik do'stlar. Bir kun ichida AdSense ochib, polni kanallarini pulishadigan qilib berdik. Xo'p, yordam kerak bo'lsa do'stlar, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Kanallar faqat videolar original bo'lsa, hammasi o'zingizlarga bo'lsa, musiqa yo'q bo'lsa, avtorskiy prava, jalva, palba yo'q bo'lsa, mana shunaqa tez pulishach tizimiga xudo xohlasa ulanadi, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, kanalni tanishtirib o'taymi sizlarga. Xo'p, Xalifman uz degan kanal ekan. Asosan adashmasam sayohat yo'nalishidagi kanal. Mana dollar belgilari yondi. Shortsga endi ulanyapti. Mana uzun videolarga nisbatan hammasi ulandi do'stlar. Endi xudo xohlasa 2-3 kundan keyin mana bu yoqda ishlagan pullari ko'rinishni boshlaydi mana bu yoqda. Shu yoqda polni ishlagan pullarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Kanal statistikalari yaxshi, yomon emas. Oyiga 5 ming odam qo'shilyapti, lekin prosmotr oyiga 10 million. Nega undaqa? Prosmotr ko'p, odam qo'shilish lekin sal kamroq ekan. Videoda aytish kerak ulaninglar deb, shunda odam soni ko'proq bo'ladi. Masalan, mana videolari 16 soat oldin qo'yilgan, lekin 35 mingta prosmotr yeyapti. 35 ming. Bu to'g'risi gap, вообще zo'r degan. 35 ming prosmotr dahshat. Xo'p, AdSense'lar kanalda ichida bo'ldi do'stlar. Bu yoq nima edi bu? Knopka olish masalasida sal to'g'ri kelmadi. Lekin mana asosan yoqib berdik. Knopkani ham bir 3-4 oydan keyin qayta bir ariza berib ko'rsa bo'ladi do'stlar, shunaqa. Yordam kerak bo'lsa 99lik 791 32 32 do'stlar, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.